Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Al-Muhaymin ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Al-Muhaymin ismining ma'nosi hamma narsani bilib, qamrab, kuzatib turadigan va saqlab qo'riqlaydigan zot degan ma'noni anglatadi. Hadisda Alloh taoloning 99 ismi bor. Kim ularni sanasa, jannatga kiradi deyilgan. Sanasa degan so'zni o'qisa yoki yodlasa degan ma'noda emas, balki undagi ma'nodan nasibador bo'lsa deb tushunishimiz kerak. Alloh taoloning bundan avvalgi ismlariga berilgan sharhlarda ko'rdikki, mu'min kishi u zotning barcha go'zal ismlaridan nasibador bo'lishi mumkin. Agar sizda bu ismlardan nasiba bo'lmasa, bu ismlarni sanamagan bo'lasiz. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar deganlar. Al-Muhaymin nihoyasiz ilm, mukammal qudrat va uzluksiz bardavomlik sifatidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.